Assalomu alaykum aziz do'stlar va adabiyot muxlislari. Bugun biz o'zbek tili va adabiyotining eng yuksak cho'qqisi, insoniyat ma'naviyatining gultoji Nizomiddin Mir Alisher Navoiy olamiga kirib boramiz. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida dunyoga keldi. Uning bolaligi Temuriylar saroyida o'tdi va u yoshligidan zamonasining eng buyuk allomalari qo'lida ta'lim oldi. 1501-yil 3-yanvargacha davom etgan 60 yillik barokatli umri davomida u nafaqat shoir, balki ulug' davlat arbobi, adolatli vazir va ilm-fan homiysi sifatida nom qozondi. Navoiyning asosiy maqsadi turkiy tilni forsiy til bilan bir qatorda jahon adabiyotining yuksak taxtiga olib chiqish edi va u bunga o'zining beqiyos asarlari bilan erishdi. Sharq adabiyotida hamsachilik an'anasi eng murakkab imtihon sanalgan. Bu an'ana 12-asrda Nizomiy Ganjaviy tomonidan boshlangan bo'lib, keyinchalik Xusrav Dehlaviy kabi daholar tomonidan davom ettirilgan. Biroq Alisher Navoiyga qadar hech kim bu turkum dostonlarni turkiy, ya'ni eski o'zbek tilida yozishga jur'at eta olmagan edi. Navoiy o'zining hamsasini yaratish orqali turkiy tilning cheksiz imkoniyatlarini isbotladi. Bu 5 doston Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor va Saddi Iskandari inson qalbining 5 qirrasini aks ettiradi. Ushbu asarlar shunchaki badiiy to'qima emas, balki adolat, ishq, falsafa va davlat boshqaruvi haqidagi mukammal darslikdir. Endi esa Farhod va Shirin dostonining eng hayajonli va falsafiy qismi. Farhod hamda Eron shohi Xusravning bahsiga to'xtalamiz. Bu yerda kibrli shoh va haqiqiy oshiq, ya'ni moddiylik va ma'naviyat to'qnashadi. Hozir siz bilan radio spektakldan olingan parchani birgalikda tinglaymiz. Degil, qaydin seni, Majnun gumroh. Degil, Majnun vatandin qayda ogoh. Degil, nedir senga olamda pesha? Hunar ishq ichra majnunlik hamisha. Menga sen ishq o'tidin deb pasona. Anga ko'ymay kishi topmas nishona. Ulutda kuymagini ayla ma'lum. Muhabbat o'tidin shoh ahli mahrum. Senga bu ishqi tarki yaxshiroqdir. Bu xil so'zlar chinoshiqdan yiroqdir. Bu ishqni bahridan kech. Zar beraymen. Nechun tuproqqa kimyoni uraymen? Go'to'sin. Shohga bo'lma sherkatan dish. Muhabbat ichra tengdir shohi darvesh. Seni ishq ichra qiynab o'ldirarmen. Men ishqidan murodimga yetarman. Siyosat qilgilikdir bu fidoyi, ki har bir tog'ila vodiy gadoyi. Yana kurguzmagay xavf ila dahshat. Shohlar oldida har so'zga jur'at. Shu qo'rg'on ostida zo'r dov tikinglar, osinglar, o'q bilan go'shtin tisinglar. Ushbu aytishuv orqali Navoiy bizga haqiqat har doim kibr ustida g'alaba qozonishini ko'rsatadi. Ushbu videorolikni tayyorlashdan maqsadimiz kitobxonlik madaniyatini oshirish, nutqiy ko'nikmalarimizni charxlash va jamoa bo'lib ishlash afzalliklarini anglashdir. Biz bu loyiha orqali ajdodlar merosini zamonaviy usulda tahlil qilishni o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Ilm izlashdan charchamang.